Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizda juda qisqa vaqt qoldi. Kelishilgan vaqtda mahsulot tayyor bo'ladi. Ishonaveraymi? Albatta. Ko'nglingizni to'q qiling. Sanjar, Labay xo'jayin, ichimizdagi kalamushni topishimiz kerak. topamiz. U bizni ichimizdan kemirib boryapti. Kamomatchi. Kamomatni to'ldiramiz. 2-yanvar kuni mijoz mahsulotni qabul qilib olish shart. Tushunarli. Hamma harakat qilsin. Xo'p bo'ladi. Bolalikda tez ulg'ayishni xohlar ekansan. Jon alyonchomda oppoyda bering. Xo'p o'g'lim, yura qol. Ustoz, Labbay. men har kunlik vazifalarimni bajarib kelyapman. Siz bo'lsangiz menga 3 kundan beri baho qo'ymayapsiz. Hamma narsani o'z vaqti bor. Hozir shoshyapman. Dadajon, darslarimni tayyorlab borsam, o'qituvchim ko'rmadi ham, baho ham qo'ymadi. Iltimos o'zingiz gaplashib qo'ying. Xo'p o'g'lim, o'zim gaplashaman. Yura qol. Ulg'ayganingdan so'ng esa men charchadim. Insonlarning soxta niqoblaridan charchadim. Eng og'iri ishxonaga eng yaqin do'stlarimni ishga qabul qildim. Menga jon kuydirib ishlaydi deb. Lekin ishonchni oqlasha olmadim. Mas'uliyatsizlik bilan javob qaytarishdi. Asosiysi shuni tushunib yetdimki, har bir insonning qalbida o'zligi bo'lish kerak ekan. Inson bir kun kelib boshqalar oldida emas, o'zligidan or qilmasligi lozim ekan. Dada, hozir eng ko'p qo'rqayotganim jim turib sindirib borayotgan ichimdagi ishonch.